Qizlar hosilaga mana shu 3 ta o'zim ishlatadigan pederenli nabori, ya'ni budjetniy nabori obzorini qilib bermoqchiman. Buni o'zim ishlataman. Uje ko'rib turibsizlar. Uje почти SPF kremini ancha vaqtdan beri ishlataman. Buni sizlarga qo'yib ham bergan edim. Yuzi shunaqa zo'r yaltiratib beradi. Mana hozir qizlar yuzimga ko'chaga chiqib ketaman. Ko'chaga chiqib ketishdan oldin faqat tonerini surdimda, ustidan buni surdim. Kremini ham surib olsanglar bo'ladi qizlar. Tonerini, kremini, SPF'ini surib makiyaj qilsanglar, vashi makiyajinglar ham shunaqa zo'r o'tiradi yuzinglarga. Plus qizlar ham yuzinglarni namlantirib beradi. Makiyajinglar yomon bo'lib oqib, tonalkalar yig'ilib qolmasligini ham oldini olib beradi. Plus yuzni namlantirib turadi, yaltiratib beradi qizlar. Bu prosta shunaqa zo'r bomba nabor, bu budjetniy. Ham nima deydi, qimmat ham emas qizlar, ham yuzinglarga zo'r tushadi. Yuz tanlamaydi qizlar. Bu ajinlari tortadi, yuzni namlantiradi. Qizlar yuzinglarni yuzga glowing effekt beradi, yuzni yaltiratadi. Prosta wow bu qizlar. O'sha SPF ni mana ikkinchi yoki uchinchi marta olib ishlatishim. SPF ku вообще gap bo'lishi mumkin emas SPF ga. Xohlasanglar kech payt, xohlasanglar kunduziga ishlatsanglar bo'ladi. Kech payt mana shu ikkalasini, tonerini, kremini ishlatsanglar bo'ladi. Kunduziga plus SPF ni quyoshdan himoya qiluvchi, glowing effekt beruvchi, ajinlarga qarshi ishlovchi, yuzni yaltiratib beruvchi nabor qizlar. Buni bitta ishlatganimda o'zi yuzimni namlantirganini, yaltiratganini ko'rib qizlar, tortganini ko'rib o'zim olgan edim buni. Вообще zo'r nabor bu budjetniy qizlar. Kimga kerak bo'lsa bemalol yozinglar. Mana shunaqa budjetniy zo'r foydasi bo'ladigan naborlardan yig'ib beramiz qizlar. Ajinlarga, namlantirishga, yuzni tortib, yuzga glowing effekt beruvchi pederenli SPF voy uzr qizlar, nabor demoqchi edim. Hozir mana bitta tonerini surib, SPF surganman. Yuzimga hech qanaqa tonalka surmadim hali. Tonalka endi suraman. Mana qaranglar. Toneri bilan SPF ni o'zi qanaqa zo'r yuzimni yaltiratib berdi. Mana qaranglar, hozir ko'rsataman sizlarga. Yaqindan. Qaranglar qizlar, qanaqa yuzni zo'r yaltiratadi bu. Вообще makiyaj qilsanglar hamchi, tonalka или kushon nima shishi krem ishlatsanglar ham oldidan sursanglar qizlar, tonalka shishi kreminglarni ham zo'r yaltiratib beradigan narsa bu.